Assalomu alaykum do'stlar. Paynet ilovasi orqali 1 oylik Paynet pulingizni ishlab olishingiz yoki qaytarib olishingiz mumkinligini bilarmidingiz? Sizga bu imkoniyatlar haqida hali hech kim aytmagan. Hozir sizga o'rgataman. Agar siz mana bunaqa Paynet ilovasidan foydalanadigan bo'lsangiz, mana shunaqa nimada tangalar degan bo'limi bor. Har oyni boshida shu tangalar yig'ilib qoladi hammada. Yig'ilayotgan pullardan foydalanayotgan kommunal to'lovlar qilasizmi, pul o'tkazasizmi, yig'ilib qoladi. O'sha tangalar bo'limini bosasizda, har oyni boshida bepulga ham mana bunaqa transfer 3 million so'mgacha bez komissiya pul o'tkazish bor. O'shani ulab olasiz. Mana ulandi. 3 milliongacha bez komissiya ulaysiz. Agar tangalaringiz ko'p bo'lsa, mana bu yerda 250 ta tangaga 1 million qo'shish yoki 500 ta tangaga 2 million so'mgacha, ya'ni 5 million so'mgacha bez komissiya pul o'tkazish qilib olishingiz mumkin. Undan tashqari mana bu yerda cashback qilayotgan to'lovlaringiz uchun cashbacklarga almashtirib olishingiz mumkin. Mening telefonimda ilovamda 830 ta tanga yig'ilib qolgan. Agar boshlash, mana bu 3 million so'mgacha ham olishim mumkin. Va yana bu yerda mavjudlari bo'limida 50 ta tanga cashbackni ham ulab olishim mumkin. Menda endi cashbacklarni ulaganim uchun har bir kommunal to'lovlar uchun cashbacklar 2% gacha cashback qaytaradi menga. Bu degani 100 mingga 2 minggacha qaytaradi menimcha, shunaqa. Katta pulga kattaroq qaytaradi. Buni siz har oyning boshida yoqib qo'yishingiz mumkin. Agar yoqmagan bo'lsangiz, hali ham kech emas. Siz bu bilan har oy o'ziga yarasha bir Paynet pulingiz 10 mingga 100 ming pulni qaytarib olishingiz mumkin. Bunday foydali ma'lumotdan keyin like bosib, podpiska qilib, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib ketmaslik deb bo'ladi endi. Kutamiz do'stlar.